Assalomu alaykum. Hozir bir shunaqa bir ajoyib inson to'g'risida gapirishlikka to'g'ri kelib qoldi. Endi Alloh rahmatiga olgan bo'lsa, Nurdin akam Haydarovni biz shogirdlari, bir ukalaridek gapirdik-da. Bu Nurdin akamni hamma qo'shig'ini, hamma qilgan mehnatini bitta taroziga qo'yardik-da. Odobini bitta taroziga qo'ysangiz, odobi hamma narsasini bosib ketardi-da. Bu odam mana O'zbekiston xalq artisti bo'ldi, ichki ishlar polkovniki bo'ldi. O'zbek xalqiga beminnat bir xizmat qilgan ulug' san'atkorlarning qatorida Nurdin akam Haydarov bo'lardi. Nurdin akam Haydarov kichik ko'ngilligidan o'sha to'yga aytsak, Nurdin aka to'y qilyapman, o'g'il to'y qilyapman, yo ukamni uylayapmiz, yo boshqa edi. Nurdin aka kelib beralasizmi? Siz vaqti bo'lsa bir kun oldin kelardi-da. Yana to'yini ham kelardi. Men bir narsaga bir umidvor bo'lgan san'atkor basda, xudoga yaqin san'atkor bo'lgan Nurdin akam rahmatli kirgan to'yda hali pul qistirishlar deymiz-ku, o'zidan o'zi hamma yo'qqa hoji aka muxlislar maza qilganda o'sha hozir hali $2000 boraman, $5000 boraman, $500 ham o'tib bermayman deydigan san'atkorlar bor-ku. Nurdin aka vaholanki 5 so'm olmasdan odamni hurmat qilib kelardi. Hali undan ziyoda tushardi. O'zbekona qilayotganda qoplab pul olib chiqib ketardi. Shuning uchun boshqa haligi san'atkorlardan farqi ham shunday edi. Lekin qo'li ostidagilarga, shogirdlarga mana o'tib ketayotgan bo'lsa Toshloqdan, biz endi Toshloqlik bo'lganimiz uchun mabodo ko'chada ko'rib qolsa, yur o'tir. Ya o'tir. Kiyimni ham qo'yib ketdik. Borib to'yga borsak, o'zi 14 ta 15 ta sostavi bo'ladigan bo'lsa, ashlarni ichidan orttiribmi, boshqa qilib mahkam o'sani pulni olib qo'yasan. Nurdin aka nima qilyapti? Yo'q. Bu sana rizqingni Xudo o'zi bergan. Bu anaqa emas, shu mana shu rizq saniki olasan deb shunaqa bir kamtarona ijodlari, o'zini kamtarligi bilan xalq ichida o'sha Nuriddinjon degan o'vrikka, martabaga erishgan. Shuning uchun biz Nurdin akam bir shogirdi ukasi sifatida bunaqa san'atkor 100 yilda bir keladi deydi-ku, xuddi o'shaqa san'atkorlardan bittasi ustozimiz Nurdin akam Haydarov. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Bizni eshitganlar ham Allohning bir yuksak mukofotlarga loyiq bo'lsin. O'tganlarimizni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Hammalaringga rahmat. Sizga ham rahmat, eslaganingizga. Salomat bo'ling aka. Unchalik anaqa bo'lmasa ham shu endi Go'zal, chiroyli, haqiqiy. Berdilar hoji aka, siz ham